Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganayotgan mutaxassislar. Demak, bugungi darsimiz automation asoslari ekan. Demak, shu bugungacha o'tgan darslarimiz asosan manual testingga oid edi. Albatta, ichida automationga oid tushunchalar ham bo'lgan, xususan Postman automation testing hisoblanadi asosan. Xo'p, bugun automation, web automation ko'rib chiqamiz. Xo'p, manualdan keyingi qadam juniorga oson, middlega shart bo'lgan bu daraja, ya'ni automation QA. Bundan keyin oyligi oshishi tabiiy. Automation nima desa, xo'p, saytda demak tasavvur qiling, bir 50 ta page bor, 50 ta sahifa bor. Har bir sahifa uchun 10 tadan test bo'lsa, demak saytda 500 ta test bo'lishi mumkin. Masalan, biz o'tgan safar Uzum saytini olgandik-a. Uzum saytini olgan. Bugun xo'p, bugun ham shu saytni olaylik, mayli, shularning reklamasi ketsin. Xo'p, yo'q, o'zimiz ishlaydigan saytni olaylik bo'lmasa, flexobo.com. Xo'p, o'zimda o'zi reklamasi yetarlicha. Demak, mana shu flexobo.com saytimiz bor ham. Xo'p, bu tracking sistema va yuklarni yuboradigan, yuklarni qabul qiladigan, shu haydovchilar uchun, yuk yuboruvchilar uchun, brokerlar uchun bo'lgan tizim. Demak, biz buni tekshirishimiz uchun har bitta bo'limida uchun alohida manual test tekshirsak, bizga har bittasi uchun muayyan vaqt ketadi. Masalan, shipperni tanlab, transport qidirish, yuk qo'shish, search maydonlarini qilish, til almashtirish, bitta user uchun qilish uchun biz har bittasi uchun alohida vaqt ajratamiz. Carrier uchun ham, broker uchun ham. Xo'p. Endi agar biz automation qilsak, shuni avtomatizatsiya qilib qo'yamiz. Shuncha qilgan jarayonlarimiz avtomatlashadi. Bu tez bo'ladi. Misol uchun, agar misol, mana oldinlari odamlar kirni qo'lda yuvgan, hozir kir yuvish mashinasi paydo bo'ldi. Endi tugmani bosasiz, kir o'zi yuvib beradi. Tezlik juda oshadi. Demak, manual bilan automationning farqi, manual masalan test, yangilanadigan testlar bo'ladi. Bu automation takrorlanuvchi testlar. UX foydalanuvchi tajribasi bo'ladi. Kerak bunga, bunda regression bo'ladi. Xo'p, murakkab vizual testlarni biz manualda qilamiz, chunki baribir automation to'liq qamrab olmaydi. Bunda API testing, xo'p, yangi featurelar avval manual. Istalgan testing dastlab manual qilinadi, keyin automationga o'tkaziladi. Xo'p, taqqoslash bor. Buni o'qib ko'rsak bo'ladi. Mana vaqtni ekonom qilishni o'zimizcha bir kichik qilib qo'yganmiz. Masalan, manual 5 ta testimiz bo'lsa, bir vaqt ketsa, automationda bir sekundda 30 ta test tekshirishimiz mumkin masalan. Xullas, mana shunaqa ko'rsatilgan manual bilan automation. Xo'p, bu ham test sizlarga. Automation tool'lar bor. Selenium, Playwright, Cypress, Appium. Xo'p, bularni keyingi darsda to'xtalamiz alohida. Hozir bugungi darsimiz automation manualdan farqi va qisqacha tushuncha bo'lish kerak. Bular ya'ni automation tool'lar. Bular yordamida biz automation testlar yozamiz. Xuddi dasturlash tillari bo'lganidek, Python, TypeScript, JavaScriptga o'xshab, bular ham demak automationni o'zining frameworklari. Biz shular yordamida automation testlar yozamiz. Xo'p, bu ham sizlarga test. Demak, piramidani o'zi 5-darsda o'tganmiz, test piramidani. Xo'p, bu test automation piramidasi, ya'ni avtomatizatsiya uchun yoziladigan testlar. Mana eng ko'p 70% unit test, 20% API testing va 10% end-to-end testing. Xo'p, unit test bu asosan developerlar yozadi. Integration bu testingni QA'lar, end-to-end ham QA'lar yozadi. QA ba'zida unit test logikasini ko'rishi mumkin. Xo'p, unit test, masalan, dasturchi bitta narsa qo'ydi. Masalan, mana buttonda ishlashini qo'ydi. Pricing degan buttonni bosganda, masalan, scroll bo'lib tushishni qo'ydi masalan. Endi buni front endchi qo'yadi-yu, masalan, tasavvur qilaylik. Shuni logikasini unit testda o'zi yozadi. Qani tekshiryaptimi, demak, feature qo'ygandan keyin tagiga unit test yozadi-da. Unit test ivodan run qilib ko'radi, ishlayaptimi yo'qmi, dasturchi ko'radi. Endi QA ham buni qisman ba'zida ko'rishi mumkin, lekin asosan bu dasturchining ishi. Unit test tez bo'ladi, lekin asosiy qismni tashkil qiladi. API testing o'rta bo'ladi, bu 20% ni qamrab oladi va oxirgisi end-to-end testing 10% ni qamrab oladi. Xo'p, element haqida ekan. Biz hozir element emas, hozir biz elementni oldin bir automationni qisqacha tushuntirib o'tib ketdik-a. Endi ko'rsatib o'tamiz. QA Academy o'zimiz saytimiz bor. Xo'p, shu saytga kirsak, sizlar uchun yangi o'rganayotganlar uchun test shop saytimiz bor.
Bunga mana istasangiz o'zingiz baglar topishingiz mumkin. Mana bunaqa minus baglarni. Xullas testingni o'zaro o'rganishingiz mumkin. Mana shu shop xo'p, mana shu anaqada biz automation o'rgatamiz. O'zi automation nima? Birinchi manual bir ish qilaylik. Masalan, saytni ochdik. Saytni login qilaylik. Ana 404. Subhanalloh. Xo'p, 404 kelaverar ekan hamma narsaga biz saytimizda zo'r ekan. Xo'p. Demak, o'sha bu testoviy sayt bo'lgani uchun ulug' e'tibor bermaganman. Xudo xohlasa shu sizlar bahona fiks qilib olamiz. Demak, saytni registratsiya qilamiz. Masalan, palonchi pistonani to'ldiramiz, 1 2 3 qilamizda kirib ketamiz. Masalan, tekshiramiz, kirish qilsak, saytga kiradi masalan. Saytga kirgandan keyin biz xo'p, saytga kirganimizdan keyin narsalar bo'ladi. Narsalarni savatchaga qo'shishimiz, savatchani ko'rishimiz va to'lovga o'tishimiz, xullas bo'ladigan jarayonlar bor Flexobaga kirganimizdek masalan terishimiz, xo'p, login bo'lishimiz bor-u, istalgan saytda mana shunaqa jarayonlar bor. Manual tekshiradigan jarayonlarimiz bor. Hozir login tekshiryapmiz. Endi mana shu jarayonni hozir biz qo'lda qilganimiz, savatga narsa tashladik, vibr qildik, qo'shdik-ku, mana shu jarayonni mana login qildik masalan. Biz automation kod yozish bilan shuni o'tkazamiz. Masalan, xo'p, bu saytimiz ancha yiqilib qolibdi. Bir fiks qilishimiz kerak. Masalan, mana biz skript yozganmiz. Bu skriptni endi tushunish uchun alohida darslar qilishimiz kerak. Automation kurslarini nasib qilsa o'sha darajaga yetib boramiz. Xo'p, masalan, kod yozamiz. Mana saytga kiradi. Kirgandan keyin mahsulot tanlaydi. Saytga mana login bo'lishi, mahsulot tanlashi va mahsulot tanlagandan keyin savatchani ko'rish haqida biz kod yozganmiz. Endi buni shu yozgan kodimizni ran qilib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Mana saytga kirdi. Men hech narsani bosganim yo'q. O'zi registratsiya qildi. Narsa tanladi. Mana iPhone 5 Pro Max Maxga qo'shdi va to'lovga o'tish savatchasini bosdi va chiqib ketdi. Ko'rganlaringdek, mana password login va savatga qo'shish degan test yozgandik. Mana shu testimiz password bo'ldi. Xo'p, mana shu narsa bizni sodda qilib aytadigan bo'lsak, bizni automation shu. Istalgan jarayon bo'lsa, masalan, siz ko'rib turgan mana bu sayt loadga bosdim yoki post load yangi yuk o'zbekcha qilay shuni oson bo'lishi uchun. Yuk joylash, masalan, yangi yuk joylayman Toshkentdan, Moskvadan, Braziliyaga ekan. Xo'p, mayli. Braziliyaga har xil yuk joylayman, juda yukni joylab, oxiri joylashga bosganimdan keyin hammasi qo'lda bo'lyapti-ku. Mana shu jarayonni kodga o'tkazib, xo'p, kod orqali tekshirish bu automation testing deyiladi. Xo'p, bu eng sodda va tushuntirganimiz. Endi element degan narsamiz bor. Element. Xo'p, element nima desa, mana bu biz ko'rib turgan mana bu yuk joylash degan button bor, reyting, tariflar. Xo'p, buni biz kod yozganda, bo'lmasa test shop o'zimiz saytimiz qilaylik. Buni mana shu buttonlarni biz test yozganda, xo'p, bularni ma'lumoti deylik, element deb sizlar chalg'itmaylik, chunki men ham o'rganishimda qiyin bo'lgan. Shu narsa haqida, ya'ni data ma'lumot saytda berilgan bo'ladi-da, DevTool'da. Xo'p, masalan, shu savatchaga qo'shish, mana logindan boshlaylik biz. Saytimiz sal problema bo'lib turganiga bunday ko'raman. Login degan bo'lim bor. Xo'p, demak, elementga o'tamiz. Biz mana bu login degan bo'limni to'ldirishimiz kerak mana bu ikkita fieldni. Buni qo'lda to'ldiramiz, mana palonchi deb parolda palonchi 1 2 3 deb masalan qo'l to'ldiramiz. Biz automation test yozganimizda mana shu joylarni mana kodga mana shu joylarni, mana shu fieldlarni ma'lumotini beramiz. Masalan, mana bu example degan fieldni qarasanglar, mana ID username degan field bor. Mana shuni biz kodga bersak, kodda yozsak, shuni keyin oldiga data ma'lumot yozsak, masalan, pistonchi degan narsani yozsak kodga yoki student QA Academy deb yozsak, mana shuni oldida kodga ko'rinadi masalan.
boya aytdik-a, masalan, username degan IDni sizlarga ko'rsatdik, e'tibor qilgan bo'lsanglar. Mana username degan ID. Shu oldiga mana Student QA Academy uz dedik. Nimaga? Mana buni to'ldirish uchun. Endi parol. Parolni qanday topamiz? Bu ham shunaqa element bo'ladi. Buni ham mana passwordda ID, password degan IDni bu yerda ham kiritamiz. Mana 1 2 3 teramiz. Teriladi. Demak, nima demoqchiman? Biz ko'rib turgan saytdagi qilinish kerak bo'lgan, to'ldirilish kerak bo'lgan filtrlar, bosilish kerak bo'lgan battenlar, mana bosilish kerak bo'lgan battenlar va hozir biz saytimizda anaqa yo'q edi, akkordionlar yo'q edi. Xo'p, akkordeon mana bu saytda bor edi adashmasam. Akkordeon o'zi nima desa, qotib qolmanglar. Bu saytlar ishlayaptimikan? Xo'p, mana ishlayapti. Akkordeon. Masalan, mana bu saytimiz tayyor avtomashina o'rganish uchun eng zo'r saytlardan. Hammaga buni tavsiya qilaman. Linkini kiritib ham ketaman. Masalan, siz har bitta mana jarayonlarni ishlatishni o'rganishingiz kerak-da. Har bittasi uchun kod yozib chiqasiz. Birinchisi, masalan, ushbu fieldni to'ldirish uchun siz kod yozasiz. Masalan, bu fieldni nomi nima edi? Boya ko'rib o'tdik. Bu fieldni nomi nima ekan? Mana username degan field bor. Shu fieldni yozasiz, oldiga to'ldirasiz. Mana kodimiz bor edi, uzr. Kodimiz bor edi. Mana username degan shuni to'ldirasiz. Bu field bo'laveradi. Shu pageni, shu username degan IDni olginda Student QA Academy uz deb to'ldir deyapti. Bu kodda, kod bilan gaplashyapmiz biz. Bunda ham hozir username degan fieldni olginda, masalan, bu yoqqa palonchi deb to'ldir deb yozaveramiz. Endi bizga faqat fieldni to'ldirish bilan automation bo'lmaydi-da. Bitta saytda field bunaqa to'ldirilishi mumkin, button bosilishi mumkin. Checkbox degan narsamiz bor-a, mana unaqa bossak ochilib ketaveradigan narsa. Papka ichida papka shunaqa narsalarimiz bor masalan. Tanlanadi bular, masalan, bu kerak emas deb tanlanadigan narsalarimiz bor. Mana bu narsalar uchun biz automation kod yozamiz. Radio button masalan ikkitadan bittasini tanlanadigan. Bu narsalar uchun automation kod, web table, table'lar, masalan, table qo'shish. Table qo'shish uchun automation kod yozamiz. O'zi tayyor qo'shsa bo'lar ekan. Mana table qo'shish uchun automation kod yozishimiz mumkin. Xo'p, 4-chi table paydo bo'ladi automation degan. Buttonlar uchun mana bu demak mishkani bosadigan button. Double click masalan ikkita klik qiladigan mishkani 1-2 bosadigan button bor. Mana bosing degan. Mishkani o'ng tarafi bosadigan button bor. Bu Mac'da mishka bunaqa bo'lgani uchun sal qiyinroq. Click me mana bu bir marta men bosadigan button bor. Bu uchun alohida test yozamiz. Linklar. Xo'p, shu demak hammasi uchun alohida test yoziladi. Bu sayt zo'r qilingan. Nimaga desa, sizni to'liq jang maydoningiz. Mana akkordeon deganimizdek boya. Masalan, mana bitta pejni bossangiz, ikkinchisi ochilaveradigan akkordionlar bor-a. Bizda o'zimiz saytimizga qo'ymagan ekanmiz. Uzum marketda men shunaqa akkordionlar bo'lishi kerak. Flexoboda shunaqa akkordionlar. Hop, mana bu mana bunaqa narsalar bor. Buni nomini esimdan chiqib ketib qoldi hozir. Xo'p. Mana bunaqa filtrlar bor. Mana bular uchun alohida yoziladi. Transportlar uchun alohida yoziladi. Akkordeon deb bir bo'lim ichida boshqasini aytadi, masalan. Mana ochilib kelgan narsalar. Bu rangli akkordeon bular. Xo'p, va katalogdagi akkordeon deylik, mana qarang, akkordionlar chiqib kelishini. Faqat bu bittasi yopiladigan, bittasi ochiladigan emas. Xo'p, umumiy aytmoqchi bo'lganimiz, balki men bitta murakkablashtirib o'rgandirman. Biz faqat field uchun kod yozmaymiz. Bitta fieldni to'ldirish uchun kod yozmaymiz, balki mana bu reklama ham ezib yuborar ekanda, o'chirib bo'lmaydimi? Xo'p, balki bular ham qayerdan soqqa qilish kerak mayli. Ko'p narsa uchun, masalan, mana bunaqa yillar to'ldirish uchun test yozamiz. Xullas, automation deganda men yo'l qilish kerak bo'lgan ishlarni automation, ya'ni kod orqali avtomatlashtirish. Bu to'g'ri. Python yoki boshqa JavaScript istalgan bilgan tilingizda yozishingiz mumkin.
Bu, kodingda qiyin, bo'lmasligi mumkin, lekin o'ziga yarasha, bunaqasi bor, qiyinchiliklari bor. Masalan, tartibi bor buniyam o'ziga yarasha. Hozir biz yozganimiz eng oson va sodda ko'rinishi. Aslida bunaqa yozilmaydi. Aslida biroz murakkab yoziladi. Endi bu sizlarga tushuntirish uchun yozilgan. Masalan, login pejni ochgin. Login pejni qayerdan olamiz? Mana bu pejda ochgin degan kod. Xo'p, keyin nima qilgin? Username degan idga Student QA Academy deb yozgin. Keyin nima qilgin? Passwordga keyin passwordga e, xo'p, keyin nima qilgin desa, keyin passwordga kod qo'ygin masalan. Password degan, parol degan bo'limga 1-2-3 qo'ygin. Keyin nima? Keyin kutib turgin. Keyin wait qilgin masalan. Kutib turgin degan emas. Keyin klikni bosasiz. Mana keyin klik, mana kirish degan buttonda bosasiz. Keyin shop URL degan ochilishi kerak. Mana shop URL deganda mana bu glavniy. Hozir bizda sayt muammo bo'lyapti. Chiqib ketamiz. Shop URL degan page ochilishi kerak. Shop URL peji mana. QA Academy test shop. QA Academy test shop masalan. Yana nima? Mana shunaqa tarzda yozib boriladi. Buni ham aytganimizdek o'ziga yarasha ilmi bor, buni ham mashaqqatlari bor. Xudo xohlasa shu kunlarga yetib, shu kodlarni ham yozishga darajasiga yetib borarmiz. Lekin bu alohida sfera, xuddi manual testing dars qilganimizdek, buni ham alohida dars qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, hindlar tomonidan, balki o'zbeklar emas, ruslar tomonidan ham bu mavzuga oid darslar qilingan. Balki biz ham Alloh tavfiq berib, nasib shu darslarni qilishimiz mumkin. Demak, CSS boya aytib o'tganimizdek, mana shu qilinadigan narsalarni, yoziladigan narsalarni biz qayerdan olamiz? Elementdan olamiz. Element qayerdan oladi? Mana DevTools'da Elements bo'limi bor. Mana shu bo'limda biz hamma narsani olishimiz mumkin. Boya kirganimiz demo saytga kiraylik. Ko'proq narsa. Mana har bitta narsani ma'lumotini olamiz. Faqat buni ham o'ziga yarasha naqasi bor, ilmi bor. To'g'ri kelganini yozib keta olmaysiz. Masalan, H1 ni shunday olib, text centerda olib kodga qo'yib, yonida masalan men bunga date and time ga yozmoqchiman deb shartta olib belgilab keta olmaysiz. Buni ham o'ziga yarasha ilmi bo'ladi. Xo'p, shu narsa element. Mana shu narsalar demak har bittasi elementlar. XPath mana izlash, mana shu elementni o'rni, joylashgan o'rni bo'ladi. Xo'p, bunga yana to'xtalishimiz mumkin. Selector mavzularimiz ham bor. Xo'p, Selenium IDE hozir ishlamayapti ekan, biz saytimizga qo'shilgan. Bu yana Selenium degan frameworkda automation test uchun bir tool. Xo'p, bugungi darsimiz o'zi automation nima va manual testing nima degan tushunchani biroz tushuntirish va automationda qisqacha kod yozib sizlarga ko'rsatish va manualdan farqini, qolaversa boshqa narsalarni tushuntirish. Eng muhim narsa oyligini aytib o'tib ketaylik. Masalan, automationda o'rtacha oylik $300 bo'lsa, manualda $300 deb oladigan bo'lsak, automationda o'z-o'zini 2x bo'ladi, $600 bo'ladi. Endi bu men o'rtacha aytyapman, balki minimum 600 bo'ladi. Yo bo'lmasa agar 500 bo'lsa, automationda oylik bir joyda manual automationda 1000 bo'ladi. Agar 1000lik beradigan bo'lsa, unda 2x deb tasavvur qilaveramiz. Demak, chunki bitta automation ko'plab manuallarni ishini qila oladi. Ham automation kod yozgan odam ham manual, ham automation olgandan keyin butun bir bo'limni boshqarishi, balki bir proyektni ham o'zi boshqarishi mumkin. Biz proyektlarda ham asosan bir kishi tomonidan boshqariladi. Ko'p O'zbekistonda ko'p startaplar bitta QA tomonidan boshqariladi. U QA ham automation bilishi shart bo'ladi. Qolaversa hozir AI rivojlanib turgan paytda har bir QA manual testingni yaxshi o'rganib bo'lgach, darhol automation QA ga o'tish shart. Bugungi darsimiz shular edi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Savollar bo'lsa, doim tayyormiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.